Siz atir va parfyumeriya bilan shug'ullanasiz va торговый sentrlarda astrovoklaringiz bor. Original lyuks kopiyalarni sotasiz. Bu video unda aynan siz uchun. Yaqinda bitta mijoz bizga keldilar, ular ham sizlarning hamkasbingiz bo'ladi. 2-3 ta joyda astrovoklari bor va o'tda aynan original parfyumeriyani va lyuks kopiya parfyumeriyani sotadilar. Ammo ular bitta muammo bilan keldilar. Oke, menga klientniki otda original parfyumeriya puli yetmayapti. Lekin lyuks kopiya ularga to'g'ri kelmayapti. Chunki lyuks kopiya yaxshi sifatda bermayapti, original parfyumeriya esa qimmat bo'lyapti. Shuni orasida men yechim qilishim kerak. Nima qilsam bo'ladi deb yonimga keldilar. Va o'ylaymanki, biz ularga ideal bo'lgan yechimni berdik. Ya'ni ularning talabiga yarasha original bu qimmatli qolyapti, chunki o'rtacha original bu 200-300 dollar turadi. Endi hammaga ham misol uchun bu normaga kirmaydi. Ba'zi bir odamlarga bu qimmatli qiladi. Ularga lyuks kopiyani taklif qilolmadi deb aytayaptilar. Ammo lyuks kopiyani sifati ularga pastlik xotir deb aytayaptilar. Shunga nima qilishim mumkin deb yonimga keldilar. Shunda bu yechim nimada? Bizning premium parfyum moyli bor. O'shani atir tayyorlab ularga soting deb biz ham taklif berdik. Bizning premium moy kerak bo'lsa, originalga qaraganda bir xil bo'lib chiqadi yoki undan ham yaxshi bo'lib chiqadi. Stoykasi, ishlayib jihatlama kerak bo'lsa originalga o'xshaydigan darajasi 90-95% bo'ladi, lekin originalga qaraganda 3-4 barobar arzonroq yuradi. Lekin 100-150% lyuks kopiyatordan yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni shu o'rta segment uchun ularga bu ideal yechim beradi. Chunki biz originalni sifatini bir necha barobar kamroq bo'lgan narxga ularga taklif etamiz. Va yaqinigina savdoni boshladilar. Shu orqali xudo xolasa har hafta bizga kelib qatnab mol olib ketyaptilar. Ya'ni o'zlarida ham bu xudo xolasa juda ham yaxshi ketyapti. Aka deyaptilar, biz mana shu o'rta darajadagi klientlarni esdan chiqarib qo'ygan ekanmiz deyaptilar. Endi bular bilan ishlab biz ham xudo xolasa birga ko'ramiz degan bizga javoblarni eshitdik. O'ylaymanki, agar astrovokalar bor bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa muammo bor va shu akamizga taklif qilgan yechimni sizlarga ham taklif qilamiz. Laronsdan Britaniyaning CPL Aromos kompaniyasining premium darajadagi moylarini olib, shu qatordagi klientlarni jalb qilib, xudo xolasa ular bilan ham bemalol ishlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerda raqamlarni qoldirib ketamiz va buni batafsil holatda tushunish uchun mana shu nomerlarga telefon qiling.